Eron tashqi ishlar vaziri bayonot berdiki, Isroil to'xtashi bilan biz to'xtaymiz deb. Ya'ni bundan ko'rinib turibdiki, Eron urushni o'zima davom ettirmoqchi emas, bunday olib qaraganda. Va o'sha Isroil to'xtashi bilan to'xtaymiz deyapti va ko'rib turibmiz, juda ham ko'p davlatlarga o'rtada muzokarachi bo'lishni so'rab murojaat qilgan. Bularning ichida hatto Kipr va Ozarbayjon ham bor. Ya'ni o'rtaga tushish. Lekin Isroil hozircha faqat AQSh bilan maslahatlashyapti. Shunda ham o'sha Eronning yadro obyektlariga zarba berishda ko'maklashish uchun AQShga murojaat qilyapti. Demak, Isroil to'xtashi urushni to'xtatadi. Shundaymi Abdulla aka? Mening nazarimda endi to'g'risi haqiqatda Eron voqealarning chuqurlashishini xohlamaydi. Bu narsa albatta mamlakatda shundoq ham qalqib turgan hokimiyatning, rejimning qulashiga olib kelish hech gap emas. Bitta 3 kun chiqishi mamlakatda endi albatta beqarorlikni keltirib chiqaradi. Va tabiiyki hozirgi paytda Eron aholisi menimcha hokimiyat atrofida birlashishni istaydi. Chunki Eron xalqi har doim tashqi xavf bo'lgan taqdirda birlashadi. Chunki Eron qadimiy va aholisi, masalan olaylik, nima desak bu g'ururli xalq hisoblanadi. Ya'ni hech qachon mana shunday og'ir sharoitda hukumatga qarshi isyonlarni boshlamaydigan xalq. Endi Eron ko'rib turibdi hozirgi paytda o'sha Isroilning xatti harakatlari, ya'ni u osmonda butkul hukmron, olaylik deyarli barcha atom inshootlarini, yadroviy inshootlarni yo'q qilib bo'ldi. Agar so'nggi xabarlar to'g'ri bo'lib chiqadigan bo'lsa, bu Fordodagi atom inshootiga ham kuchli zarba bergan. Bu 10 kilometr pastlikda joylashgan inshoot, lekin o'shanga ham masalan kuchli zarbalar yog'dirishda davom etyapti. Ya'ni bu Isroil birinchi kunlardanoq Eron Islom Respublikasining havo hujumidan mudofaa tizimlarini ishdan chiqarib bo'ldi. Uning raketa tizimlariga zarba berdi. Endi bu yerda Eronda qancha ballistik raket qoldi, qancha dron qoldi, buni biz hali yaxshi bilmaymiz. Bu yerda qaysi inshootlar nishonga olinganligini, chunki bir urushning birinchi kunidayoq 200 ta samolyot, 130 dan ortiq nishonni yo'q qilib bo'ldi va hozir mana adashmasam 4-kun hali bombalash davom etyapti. Demakki, Eron hozir imkoniyati birmuncha cheklangan. Shuning uchun u muzokaralarga tayyor. Ya'ni bu yerda Isroil hujumlarni to'xtatmas ekan, ya'ni Eron ham albatta g'ururli, o'ziga yarasha, masalan 90 millionga yaqin aholiga ega, yoki bo'lmasam 1.670.000 ortiq kvadrat kilometrga ega bo'lgan davlat. Bu juda ham katta hudud hisoblanadi. Menimcha bu yerda Isroilning ham imkoniyatlari, raketalari yetmas kerak Eronni butkul vayron qilish uchun. Umuman imkoniyat yetmaydi, chunki bir hovuch kichkinagina bir davlat, unda ham qurol yarog'larning zaxiralari cheklangan. Mening nazarimda Eron hozirgi paytda tinchlikdan, barqarorlik ta'minlanib turishdan manfaatdor va boshqa jihatdan o'zining harbiy infratuzilmalariga jiddiy shikast yetkazganini va ertaga mana shu urushga Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shilishi ehtimolini juda yaxshi biladi. Bu xunuk oqibatlarga olib keladi rejim uchun. Shuning uchun u Isroilni harbiy hujumlarni to'xtatishga chaqiryapti va ana shundan keyin Eron ham mana shu dron yoki raketa zarbalarini to'xtatishga rozi. Aks holda Eron ham davom etaveradi. Davom etadigan bo'lsa Eron, tabiiyki Amerika Qo'shma Shtatlari bitta bahonani poylab turibdi. Agar Isroil qattiqroq zarbalar yeydigan bo'lsa, shubhasiz Amerika Qo'shma Shtatlarining okeanlarda suzib yurgan avianosецlari va samolyotlari ishga tushadi. To'g'ri, Amerikaning avvalgidek quvvati yo'q. Masalan, Amerikaning ham hozir paytda 300 dan ortiq samolyotlarni ishga
sola oladi. Bundan boshqa imkoniyat yo'q. Chunki Qo'shma Shtatlar harbiy havo kuchlari uchuvchilari ham oldingidek 10-12 soat emas oyiga, balki oyiga 5-6 soat havoda masalan sinov parvozlarida ishtirok etayotgan ekan xolos. Ya'ni bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida ham harbiy byudjet avvalgidek emasligi yaqqol ayon bo'lib qolyapti va Amerika Qo'shma Shtatlari ham juda yaxshi tushunadi. Bu operatsiyaning oylab cho'zilishi, masalan 1 oy 2 oyga cho'zilishi bu Isroilni ham rasvo ahvolga solib qo'yadi. Qo'shma Shtatlar ham hozirgi paytda byudjetdan bunaqangi katta mablag'lar sarflanishiga tayyor emas. Bir tomondan mamlakatda shundoq ham xuddi rangli inqiloblarga o'xshagan holatlar yuzaga kelyapti. Shuning uchun Qo'shma Shtatlar ham muammoni tinch muzokaralar yo'li bilan hal qilish tarafdori, lekin ungacha imkoni boricha Eronning yadroviy dasturini yo'q qilish va raketalar dasturini ham, ballistik raketalarni yo'q qilish dasturi muvaffaqiyatga erishmagunicha operatsiya davom etishdan manfaatdor Amerika Qo'shma Shtatlari. Mana shu savolning davomi Abdulla aka, o'zi Isroil xalqicha urushni davom ettirishdan manfaatdormi? Hukumati emas, Isroil xalqi. Endi menimcha Isroil xalqi ham mana o'zi tanasi his qilyapti. Hayfada, Tel Avivda, Quddusda va boshqa bir qator shaharlarga zarbalar yetdi. Juda kuchli, masalan juda ko'plab uylar vayron bo'ldi, iqtisodiy markazlar, aholi punktlari vayron bo'ldi. Isroil aholisi oldin ham bu qadar o'z hukumatining bu qadar keskin ketishini istamagan va biz yaxshi bilamiz, hattoki Falastinda G'azo sektorida harbiy harakatlarga chiqqan aholini ham soni ko'pligini juda yaxshi bilamiz. Bir qator namoyishlar ham o'tkazildi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuni hokimiyatdan chetlashtirishga qaratilgan chaqiriqlar harbiylar orasida ham kuchayib ketdi, lekin baribir Benyamin Netanyahu o'zini aytganidan qolmayapti. Ya'ni Isroil aholisi baribir urushga qarshi. Endi hozir ular ko'chalarga chiqa olmaydi, chunki Eron raketa zarbalarini yog'dirishda davom etyapti. Ularga topshiriq berilgan, ya'ni yer osti yerto'lalarda boshpanalardan o'rin olishga. Shuning uchun bugun aholi hech qanday bir qarshilik ko'rsata olmaydi. Lekin bir narsaga amin bo'lishimiz mumkin, Eronda istiqomat qilayotgan yahudiylar sionist rejimga qarshi namoyishlarga ham chiqqan. Ya'ni norozilik aniqroq. Ya'ni Eronda yahudiylar urushga qarshi chiqishdi. Eronda ham necha million yahudiy bor. Isroilni bombardimonlarni tugatishga qaratilgan chaqiriqlar, talablar bilan ko'cha namoyishlari. Chunki eng kamida o'zlari ham zarar ko'rishi mumkin. Albatta. Ya'ni ularga bosim bo'lishi mumkin hokimiyat tomonidan. Shuning uchun balki ular ham mana shu Isroilning xatti-harakatlariga qarshi chiqishgan, chunki ular ham bevosita mana shu agressiyaning qurboniga aylanishi hech gap emas. Chunki bu raketadan, otilayotgan o'qdan hech kim kafolatlanmagan, himoyalanmagan. Istagan kishiga borib urilishi mumkin-da endi bu.